onkologik kasalliklar bo'yicha sizga tashxis qo'yilgan bo'lsa, shoshilmasdan turing va umidsizlikka tushmasdan turing. Men sizga hozir bitta bo'limni ko'rsataman. Bu Turkiyada joylashgan. Ya'ni bu bo'lim yadro tibbiyot tekshiruv bo'limi. Bu bo'limda hozir xudo xolasa sizga qanaqa tashxis qo'yilishini etap-etap ko'rsatib beramiz. Qani ketdik. Birinchi navbatda bemorimiz kelib turib, maxsus ularga dori beriladi. U dori bilan birga mana shu dorini olgandan keyin ular uchun alohida xona bor. Mana bu joyga kelasiz. U dorini oldingiz 45 minut kutishingiz kerak. Dori tanangizga singib aniq tashxis qo'yish uchun. Mana shu joyda siz uchun maxsus xona bor. Xonada 45 minut o'tirganingizdan keyin qanaqa bo'ladi bilasizmi? Mana shu apparatga kirasiz. Apparat sizni polnisti sizni tekshiradi. Bu apparatni tekshiruvdan keyin sizga operatsiya qilishadimi? Radioterapiya qilishadimi yoki ximiya terapiya qilishadimi? Keyingina javob aytishadi. Ya'ni sizga o'sha onkologik bo'yicha qanaqadir tashxislar qo'yib sizni operatsiyaga taklif qilishadigan bo'lsa, shoshilmang. Xuddi shunaqa kuchli apparatlar bor. Bu sizga aniq tashxis qo'yib, kasalligingizni yengishga va to'g'ri yengishga yordam beradi.